Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, mana bugun biz examdan qaytyapmiz. Akalar pravalarni oldi. Hozir birma-bir tanishtirib, examen qanday bo'lganini birma-bir aytib o'tadilar. Qani, bir o'zingizni tanishtiring aka. Qashqadaryodan, xudoga shukr, examenni yaxshi o'tdik, oldik pravani. Examenlar qanday bo'ldi? Yordam qanday bo'ldi? Вообще, yordam berar ekan hammasi o'z. Bir kunda oldingizlar. Yana bir savolni ko'tarib. Ertalab keldik, mana ertalab boshlaganimiz 5 ga qolib pravani oldik. Rahmat sizga. Xo'p, Azimjon aka. Assalomu alaykum. Azim aka, yaxshimisiz? Men Namangan viloyati Ko'sansoy tumanidanman. Azim akam bilan gaplashib keldik. Examenlarga 100% yordam bo'ldi. Mana bir kunda pravani olib qaytyapmiz. Rahmat sizga ishonch bildirganingiz uchun. Sizga ham. Assalomu alaykum, men Xorazmdanman. Mana examenga keldik, xudoga shukr. Examenni oldik. Mana 100% yordam. Bemalol kelib olaverasizlar. Qarangizlar, hozir siz qayerdan keldingiz hozir? O'zi bir aytinglar, realni o'zi ayting. Irkutskdan keldim. Ko'rdingizmi? Mana shu hozir akamiz Irkutskdan kelib pravo olishyapti. Ko'pchilik aytishadi, Moskvadan, Sankt-Peterburgdan uzoq endi. Yo'q, Irkutskdan kelib, yana Irkutskka pravoni olib ishga qaytib ketadilar. Mayli, sizga ham rahmat, shunchalik ishonch bilan. Rahmat, katta rahmat sizga. Ana endi. Assalomu alaykum. Men Namangan viloyati Qoramon qishlog'idanman. Mana shu Azam akaga murojaat qildim. Mana keldik, examenlarda yordam bo'ldi, cho'tka. Hammasi prava oldik qo'lga, endi qaytyapmiz. Pravani shu bugun o'ziga qani bir ko'rsatsam, endi uzr aybga buyurmaysizlar, to'g'risi YouTube endi zapreshino qilgan pravani o'zini ko'rsata olmaymiz, shuning uchun uni rasmda ko'rsatib qo'yaman, mayli. Xo'p, sizlarga ham rahmat, ishonch bildirganlaringiz uchun. Mana shuncha odam prava olib qaytyapmiz. Mana shuncha odam. Xo'p akalar, agar sizlarga ham rossiyskiy prava kerak bo'lsa, examenlarga 100% yordam qilamiz. Bir kunda prava olmoqchi bo'lsangiz, mana shu pastdagi WhatsApp nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, hammaga omad.